qizlar mana kiyganda qanaqa turishini endi ko'rsataman. Qaranglar, mana shu Zora sarafan alohida, mana bu madrivka rubashkalar alohida. Bularni o'zini kiysanglar ham bo'ladi, agar hozirgi kunda hamma mana shunaqa kiyilyapti. Qaranglar, qanaqa zo'r. Chiroyli. Afsus, meni razmerim yo'q, bo'lmasa kiyib ko'rsatardim hammasini. Olishim kerak. Qaranglar, mana men bu sarafanga masalan, mana men bu rubashka. Zo'ra qizlarjonlar. Va men bu jigarli sarafanga masalan, mana men bu rubashka qizlar. Va shu zo'r narsalar qizlar. Hayt hech qanday narsa qidirib yurmasdan mana do'konimga kelinglar. Ha, yana bitta sarafan qilgan, oygincha buni bekitib qo'yibdi mana. Bunga masalan mana men bu oqqa kiysak bo'ladi, bemalol. Любой rang tushib ketaveradi, no? Qaranglar. Zo'ra qizlar. Ko'rdinglarmi? Hammalarni do'konimizda kutamiz qizlar. Kelinglar, zo'r narsalarni mana do'konimdan chiroyli shikolat narxlarda olinglar. O'sha gap qizlar. Eng zo'r narsalar faqat mana do'konimda. Men sizlarni kutaman.